أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey Allahqa, onun peygamberiga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, agar sizlar Allohning buyurganlarini o'rindab, man'iy qilganlaridan yenib, uningga taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayirib olaydigan ong sizim ato qiladi. O'tganki barliq gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni afv qiladi, jazoga tortmaydi. Alloh katta fazl karam egisidir.